Tushda qurol ko'rishning ta'birlari. Bilginki, siloh arab tilida jang qurolidir va u quvvat, ulug'lik va davlatga ishoradir. Agar qurollanganini va qurollilar guruhi ichida begona ekanini ko'rsa, ayollar guruhi unga ta'na toshlarini otishlariga dalildir. Biroq unga ziyon yetkaza olmaydilar. Agar o'sha guruh tanish ekanini ko'rsa, dushmanlardan yoqimsiz bir hol unga yetishga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, agar u o'zini qurollangan holda notanish bir qavm ichida ko'rsa va o'sha guruh keksalardan iborat bo'lsa, uning do'stlari va tanishlariga dalil bo'ladi. Agar yoshlar bo'lsa, dushmanlariga dalil bo'ladi. Agar qurol bilan birga kamon o'qi va boshqa narsasi borligini ko'rsa, davlat va izzat egasi bo'lishini bildiradi. Agar jang qurollarini yo'qotib qo'yganini ko'rsa, ulug'ligiga nuqson yetishini bildiradi. Agar bir kishi bilan jang qilayotganini va unga o'q otib yarador qilganini ko'rsa, biror kishi bilan jang qilishga dalildir. Jobir Mag'ribiyning ta'kidlashicha, bir kishi uni yarador qilganini ko'rsa, biroq kim ekanini bilmasa, ziyon yetishga dalildir. Agar o'sha yarada yiring yig'ilganini ko'rsa, o'sha yiring miqdoricha mol yig'ilishga dalildir. Agar yarador qilinganda o'q uning go'sht va suyagidan o'tganini ko'rsa, o'sha kishidan mol va ne'mat topishini bildiradi. Agar jangda bir kishining qo'lini kesib tashlaganini ko'rsa, o'sha kishiga qattiq so'z aytishi va orada judolik yuz berishga dalildir. Agar birovning boshini uzib yuborganini ko'rsa, uning molini tortib olishga dalildir. Ja'far Sodiq aytadiki, tushdagi qurol 6 narsani bildiradi: quvvatni, ulug'likni, davlatni, amalni, rayosatni, himoyani. Tushdagi qurolsoz adolatli ulug' podshohdir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.